Qolaylaştırılgan iman yürüşteki 5. kısım ahiret gününü bilish. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 6. bab xulasa. Ahiretga tayyorlik qilish. Biz ushbu kitobimizda qiyomat kunining insoniyat boshdan o'tkazadigan eng qo'rqinchli kun ekanligini bayon qildik. Bu kunning dahshati kichik bolaning chechini oqartib yetadi. Biz u kuni dunyoda qilgan barliq ishlarimizdan Allah subhanahu va taologa hisob beramiz. U kunda bizning mangulik taqdirimiz belgilandi. Ya cennette mangulik baxtga cho'milamiz. Allah subhanahu va taolo bizga shu kunlarni nasib qilgay. Ya do'zaxda mangu alam chekimiz. Allah subhanahu va taolo bizni do'zaxdan saqlagay. Qiyomat biz barliq kuchimiz bilan yaxshi tayyorlik qilishga tegishli kundir. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: sizlar shunday bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan her kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'rdi. Ularga zulm qilinmaydi. Yani yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytirilmaydi. Sura Baqara 281. oyat. Allah subhanahu va taolo yana shunday deydi. Tarjimasi: ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar. Her odam yani qiyomat kuni uchun yaxshi amallardan nimalarni tayyorlaganligiga qarsin. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan qilayotgan ishlaringlardan to'liq xabardardir. Sizlar Allohni unutgan, shuning bilan Allah ularga o'zlarini unutildirgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shular fosiqlardir. Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Ahli jannat bo'lsa maqsadga erishkichilardir. Sura Hashr 18. oyatdan 20. oyatgacha. Cennet. Biz yuqorida cennette mangu tugamaydigan nozik ne'matlar borligini, lekin jannatga boradigan yo'llarning jafo mushaqqatlar bilan to'lganligini bayon qildik. Jannatga kirish uchun ixlosmandlik bilan tirishqichi oxiri uningga kira oladi inshaalloh. Jannatda gunoh yoki behuda so'zlar yo'q. Cennetning hamma yerida Allah subhanahu va taologa aytilgan tasbih ovozlari anglanib turadi. Shundaqla farishtalar to'xtamasdan mu'minlarga salom berib turdi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: ular mangu turadigan jannatga kirdi. Ularning otilari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmu jannatga kirdi. Farishtalar ularga, yani ularni muboraklash uchun har bir darvozadan kirdi. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin, oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. Sura Ra'd 23-24. oyatlar. Cennet ehli cennette tinch, omonlik va rozimanlik ilkida yashaydi. Mangu charchimaydi, og'rib qolmaydi, ham qerimaydi. Ularning qalbida o'zaro o'ch adovat bo'lmasdan hammasi bir-birini yaxshi ko'radigan birodarlardan bo'ladi. Shubhisizki bu biz intiladigan joydir. Shunga jannatga kirish uchun tirishaylik va Allah subhanahu va taolodan bizni jannatga kirgizishini tilab samimiy duo qilaylik. Do'zax. Yana bir tarafdan biz bu kitobda do'zaxning eng qo'rqinchli joy ekanligi bilan tanishib chiqdik. Uning azobi biz tasavvur qila oladigan har qanday narsanikidan shiddatlidir. U tasvirligisiz darajada yerginishlik va saskinishlik bo'lsa-mu, lekin uningga apiradigan yo'l ko'ngil tortadigan narsalar bilan va shahvat bilan qo'rshalgan. Ama
devzaqdan saqlanish uchun haqiqiy tirishchanlik ko'rsatgan, ya'ni hayoti bo'yicha Alloh subhanahu va taologa imkoniyatining yetishicha taqvodorlik qilishga tirishgan kishi uningdan qutulib qola oladi inshaalloh. Shubhisizki, devzaq biz hargiz turishni xohlamaydigan joydir. Biz uning qilchilikmi azobini tetib beqishni xohlamaymiz. Biz devzaqning ustiga qo'yilgan sirat ko'rigidan tizla o'tib ketadiganlardan bo'lishni umid qilamiz. Shundoq bo'lgan ekan, bütün kuchimiz bilan devzaqdan saqlanishga tirishaylik va Alloh subhanahu va taoloning bizni devzaqdan saqlashini tilab, ixlosmandlik bilan duo qilaylik. Duo. Biz tekrar halda Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizni yirginişlik ve korkunçluk devzaqdan saqlab, güzel cennetke kirgizishini chin qalbimizdan tilishimiz gerek. Anas radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: kimiki Allohdan 3 qitim jannatni tilasa, jannat ey Alloh uni jannatga kirgizgin deydi. Shundaqla kimiki Allah subhanahu wa ta'alaga duo qilib 3 qitim devzaqqa qarshi panoh tilasa, devzaq ey Alloh uni devzaqdan saqlagin deydi. İmam Tirmizi, İmam Nasai ve başkalar toplagan Şeyh Albani Mishkat 2412 numarada sahih deb bahalagan. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Kerimde bizga tuvendeki duanı öğretken. Şundaqla bu yana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin en köp kılıdığan duası idi. Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azaben nar. Tercümesi: Rabbimiz bizge dünyada yaxşılık ata qılgın, ahiretde mu yaxşılık ata qılgın, bizni devzaq azabından saqlagın. Sure Baqara 201. ayet. Cennet bizning en zor tirishchanlik ko'rsatishimizga va o'zaro baslashishimizga arziydigan birdan bir mukofotdir.